Mana biz bugun uyga ketyapmiz. Последний ночь. Станция Гривна, город Подольский, Московская область, под Моskva. Shundan do'stim, mana shu mashina bilan ketyapmiz. Inshaalloh 3 kundan keyin uyda bo'lamiz. Mana bizning telefon magazin. Kimga qiziq bo'lsa kelib turinglar. Mana Abror Xo'ja. Bizni sherik. Xullas shunaqa joylar. Shu bilan xudo biladi, kim qachon qaytadi. Mana shunaqa gaplar. Do'stlarim, sovuqda yurmanglar. Mana kelganimizga ham 10 yil 5 oy bo'ldi. Xuddi kecha kelgandayman Rossiyaga. Uyda kutganlar juda qiynalib ketdi. 10 yil 5 oyda o'tishida. Mana bugun shu kun kelgan ekan. Uyga qaytish vaqti yetgan ekan. Ya bismillah deb mana 12-dekabr kuni kechasi mana yo'lga chiqyapmiz. Inshaalloh yaqin kunlarda boramiz. O'zbekiston sheriklarimiz Qirg'izistonga ketyapti. Xudo hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat chet elda ishlashning bitta narsasi bor, o'sha sog'inch. Buni chet elda yurganlar biladi. 10 yil 5 oyda o'tishi o'zi oson emas. Mayli, sog'